Jamshid akaga keldim, minnatdorman. Lechena qildilar. Mana Xudo xolisa bugun 26-kuni. Yaxshiman. Rosa anaqalarim, yo'tallarim bor edi, ko'zlarim xiralashgan edi, chap ko'zimda yaxshi ko'rmasdim. O'shalarim ketdi. 3 kunda bilindi, yaxshi bo'ldi. Icheklarimda o'zgarishlar bor edi. Nuqul ovqat yesam botib qolardi, keyin qanaqadir og'riq bo'lardi. O'shalarim ketdi, yaxshiman. Xudoga shukr. Endi men ozgina yurishga qiynalib, kecha anaqa qilib kirib chiqadi. Suyagim orqa tomon bu yoqqa bo'ksam og'rib, kuyib achishib og'riyotdi belim bilan. Shunga bugun nina qo'ydilar, yaxshiman. Sirazi bilindi. Kuyib achishayotganlar sirazi 5 minutga qolmasdan uje yo'q bo'ldi-da, qizidi belim. Yaxshiman, Xudoga shukr. Ancha yaxshiman. Shu kelayotganingizda ham shu bezovta qilib keldi sizni. Ha, kelgunimcha achishib, anaqa qilib keldim. Juda qiynalib keldim. Uydan chiqishimdan cho'loqga o'xshab naqlab qonlab keldim. Hozir yaxshiman, Xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qoldim. Shu nina qo'yishlari bilan shu to'chkamga yaxshi bo'ldi. Xudo xolisa yaxshiman. Allohimga behisob beadad shukronalar bo'lsin. Alloh taolo shunaqa mehribon zot. Mana g'oyib xazinalaridan uslantirib, Alloh shifoyi komil, shifoyi ato etgan bo'lsin. Sog'ayib keting, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz ham tanisiz, sog' bo'lsin, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshilikda ko'rishinglar.